Hammaga assalomu alaykum. Bahorda quyoshda yuzlari kuyib ketgan hamda poralarni ichi tez-tez kirlanadigan tabiatda yashaymiz. Chunki judayam tabiatimiz quruq, har zamon terimiz yog'lanib, kirlanib o'tiradi. Bahor-yoz oylarida yuzimizni quyoshdan kuygan qorayishlarni oladigan, poralarni toraytirib beradigan, atiga ikkitagina judayam arzon mahsulotlar ketadigan maska o'rgataman. Bilasizlar, doim sizlarga agressiv bo'lmagan, dog' tushirib qo'ymaydigan yaxshi narsalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Bizga kerak bo'ladi, ko'rib turganingizdek, foizi past qatiq hamda 2 tabletka Lactofiltrum. Ikkalasini bir-biriga aralashtirib, har haftada 2 marta ishlatamiz. Yuvilgan quruq toza yuzga surib, keyin 10-15 minutdan keyin yuvib tashlaymiz hamda tungi uxodlarimizni qilamiz. Kunduz kuni albatta SPF surishimiz shart. Bilasizlar, hamma maskalar faqat kechqurun ishlatiladi. Hurmatli ayollar, bu maskadan keyin yuzingiz ancha yorqinlashib, chiroyli tus oladi. Umid qilamanki, bu videom ham sizga foydali bo'ldi. Barchangizni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling.